Mana hozir sifat masalasini mana bozorda har kuni yurib biz billamiz, aka-ukamiz bitta uyda yashayapmiz hammamiz. Mana O'zbekistondan kelayotgan mahsulotlarning sifat darajasini mana 1,5 yildan beri harakat qilyapmiz. Oxirgi 1 oylikdan yana ham xatar deydi. Sal bo'lsa ham bir foydasi bormi yo'qmi? O'zgarish bor. O'zgarish ancha yaxshi, bir 15-20% bor o'zgarish. 20%. Sezonda xolasa oldinda, mana guloq sezoni boshlanadi. Bundan ham qattiqroq shuni bir kontrol bo'lish kerak. Sababi Qozog'iston bor, Qozog'iston. Pomidor bor mana. Ko'rsatib bor. Qozog'iston Bor. tagi tevasi bir xil. Endi biznikini tepasi yaxshi, tagi shu ozgina oqlanish borda bizda. Ozgina emas, normalniy o'qitamiz bor. To'g'risini aytaveramiz. Bor. Pomidor bor Qozog'istondan. Bu ham tagi bir xil. Tagi tepasi bir xil, kalibrovkasi ham bir xil. Kalibrovka bir xil. Shuni bundan qattiqroq kontrolga olib bersa rahbariyat, xudo xolasa yaxshi tomonga o'zgaradi inshaalloh. Ya albatta buni oxiriga xudo xolasa rahbarlarimiz yetyapti. O'sha qaror, qonun qoidalar chiqdi. Albatta gilos va xurmomi, uzummi, o'rik qaysi bir mahsulotni albatta inson o'zi yegandan keyin mazasini his qiladi. Buni mazasi zo'r. Ana undan keyin eksportga chiqariladi. Boshini uraman, xom chiqaraman degan gaplar bo'lmaydi. Endi rahbariyatdan, O'zbekistondagi rahbarlardan shu nima talabingiz bor? Nima qilsa yaxshi bo'ladi shu O'zbekiston uchun? Zo'r kontrolga olib berilsa, bir 20-30% o'zgarish bor. Datani pulini bo'ldi. Bir 20-30% o'zgarish bor. Bundan da bir iloji boricha 100% o'zgarsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa bizni O'zbekistonda kuchi hamma yoqqa yetadi. Xudo xolasa kontrol qilishga ham, pishgan narsani uzdirishga ham, pishgandan keyin chiqarishga ham, o'qlamagan chiqarishga qurbi yetadi. Davlat idoralari va eksportga mas'ul barcha rahbarlarda bu narsada vakolat bor va bundan foydalanadi. Sababi O'zbekistonning imijini, O'zbekistonda brendini ko'tarishlik uchun qattiq harakat bo'lyapti. Xudo xolasa davlatimizda yangi qonun qoidalar chiqadi. Mana muhtaram prezidentimiz o'tgan aytib o'tyapti. Har selektor bo'ladimi, maylis bo'ladimi, har doim aytib o'tyaptilar shu narsani. Xudo xolasa bunga qattiq choralar ko'riladi. Inshaalloh faqat birlikda ahillik bo'lsangiz, sizlar ham yuksak kasb qilyapti, pishgan yuksak kasb qilinglar. Yaxshi bilib berdim, aytinglar, qayta. Charchamang.